Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa bugun 10 fevral 2026-yil hafta kuniga akalar seshanba xudo xolasa uy-joy agarat olaman degan aka-ukalarimizga chek topib qo'ydim. Xudo xolasa akalar, inshaalloh videolar o'tkazib yormaysizlar, like bosib tursanglar, chiroyli qilib video obzor qilib beraman akalar. Inshaalloh chek yoqtirib yurgan akalarimiz bo'lsa, manzilimiz Andijon viloyati, eski nomi Bo'z, hozir Bo'ston tumani bo'lib qolgan. Telefonda, ekranda telefon qoldiramiz. Telefon qilsanglar, shu yerda egasi nomeri bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib so'rab netib olasizlar. Qo'ldan kelgancha like qilib, podlicha qilib qo'yasizlar akalar. Telegram gruppa ham ochib qo'yganmiz akalar. Telegram gruppaga ham o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Kommentariyasiga silkasini qoldiramiz Telegram gruppani. Xudo xolasa o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana agaratimiz, mana egasi. Zapar aka, necha pul deymiz endi buni? Egasi mana sotiladigan. Necha so'tga sotamiz, qayerdan qayerga sotamiz aka? Xo'p, o'sha devor chegar, ha, qo'shnining devori asha. O'shalarga bo'lib obunachilar. Chegar ekan, u qo'shniniki. Bu yog'i agarat sotiladi mana. Ne sotib olsa, shunga qarab kelishaveramiz. Mana. Endi akalar necha so'tga kerak bo'lsa, mana shu agarat ekan, hisobda 5 so'timi, 6 so'timi? 10 so'timi. Sotilaveradi. Sotilaveradi. O'sha uzun mevani tagigacha. Xolasa uzun olsa ham bo'laveradi. Bo'ladi. Xolasa uzun olsanglar ham bo'laverar ekan akalar. Mana agarati. Men anaqa yo'l bo'yi akalar, yo'l bo'yini ko'rsatamiz. Og'ir chiqishda ko'cha bor, mayda ariq bor, grantimiz bor. Gazimiz, gaz kelmagan, gaz uzilgan, propan bor, ballondan qilinadi. Asosiy suv bor akalar, to'k bor. Yo'l bo'yi chiqamiz, yo'l bo'yiga. Agar suvlari bor. Agar qo'ygani ariqqa, suvga yaqin akalar. Xo'sh, mana teralar nima qilamiz endi akalar? Teralar kesib olasizmi bularni? Mana kelishamiz. Kesib olib, bo'sh valinaqa sotiladi. Pistoy qilib, yong'oqlarni, mevalar va xolasanglar ulardan ham kelishini urar ekan, xolasanglar mashina ham dogovor qilinaveradi. 100 so'm, 200 so'mga qaralmaydi. Kerakligini kesib olaverasiz, qolganini kelsa dogovor qilib olaverasiz. Mana ekranda opsiyadan nomer qoldiramiz akalar. O'tlarda mevalari ham bor ekan. Bodam nargilari. Endi u asosiy metkamiz aka. Qaydan endi bo'lsak bo'ladi aka? Misol endi o'zingizga ham agar qolish kerakmi mana? Yo'q, qolish kerak menga. Mana o'sha devor nari qo'shniniki, shu yo'laq o'ziniki. Endi qayga unaqa uy solasiz o'zingiz, to'g'rimi? Endi kim ne sotib olsa unga qarab kelishaveramiz. Bu narsa men ham bilmayman, hozir kelgan klient sotib olaman deydimi yo 10 sotib olaman deydimi. Buni men ham bilmayman. Agar primer misol 7 sotik bo'lsa, 7 sotiga 8 sotimi, 7 sotimi. 7 sotik bo'lsa, imkoniyati bo'lsa bir 4 sotik, 5 sotikga bersa, qolganini kuzda qilib bersa qanaqa bo'ladi? 3-4 oy, 5-6 oyga. Bo'ladi, kelishamiz aka. Narxi necha puldan sotigini? 2,5. 2,5 mingdan kami bor. Sen kelishamiz. Kamini aniqini aytingda, kelishamiz, kamini qilib berasiz. To'g'rimi? 2,5 mingdan obunachilar kami bor. Endi bu yoqni ko'rsataman. Mana agaratimiz 7 sotik, 8 sotik joy bor ekan akalar. Xudo xolasa qisqacha video obzor qilyapman. Mana. Zapar aka, endi bu yog'i qaygacha endi? Olasa mana shu yerdan bo'lib olaveradi shunday. Uyni buzib yuborar ekan akalar, xolasanglar. Mana bu yog'i endi uzunasiga ham olsanglar bo'laverar ekan. Bash devordan, ya'ni uzunasiga olsanglar ham bo'laverar ekan. Misol maytdan bo'lsa, mana markasini ko'rsatay akalar. Xo'p. Mana shunday ma'dan bo'lib olsanglar ham, ya uyni buzib olar ekan, bu ya'ni o'sha devorda orqasigacha o'lchaverasizlar ekan. Balki 10 sotik chiqar. Arkada ham keng joylari bor ekan akalar. Uy o'z buzib oladi. Misol agarat o'zini olaman deganlarga mana agarat o'zini gaplashaverasizlar. Mana ko'rsatyapman akalar men. Arqani ko'rsat. Arqanimi? Men arqaga olaman deydi. Arqaga olamiz desa akalar, shularga bo'lay mana u ashuncha joy bor ekan. Arqadan o'tib berasiz-da mabodo. Misol endi masalan, mangacha oladigan bo'lsa, mana ham pichadan arzonroq qilib berasiz-da.
ko'radigan hali unaqa qiladigan odamga, to'g'rimi? Ana kecha olsa ancha joy bor ekanda. Hozir o'ta joy borda. Xo'p. 10 sotik avval degan akalar. Agar agaratni o'zini desanglar, agaratni o'zini kelishaverasizlar. Mana to'g'ri gapirgan. To'g'rimi aka? Agarat desanglar, agaratni o'zini obunachilar. Kimga o'qtab yurgan, chek o'qtab yurgan bo'lsa, mana shu Bo'z territoriyamizda, Bo'ston territoriyamizda obunachilarimiz bo'lsa, gruppalarga podlisa qilib qo'yinglar, mana shu chekimiz sotilar ekan akalar. Mana. Endi ko'cha tomonni ham ko'rsatamiz. Hozir yo'lni bo'yida bu yog'i mana shu 3 qizga chiqib ketadigan yo'l asosiy, Sharxon 3 qizga, bu yog'i postga boradigan yo'lda, Qoratepaning yo'li bor, hozir ko'rsatamiz akalar. Ko'chada teralar bor, teralarni kesib olasiz. Mana akalar, xudo xolasa. Xo'p, ko'cha tomoni mana bu yo'llar akalar. Ko'cha, teralari agar o'lchangandan keyin akalar, mana aradi bo'yi bemalol marta grant ketgan, turba o'tgan grant bor. Soatli grantimiz bor. Teralarga dogovor bo'lgandan keyin xohlasanglar sizlarga sotib qo'yaradi, bo'lmasam kesib olaman deyapti teralarni. Mana yo'lni bo'yi akalar. Mana 3 kuzga qarab chiqib ketaverasizlar Qoratepaga, bu yoqqa Qoratepaga bu tomoni. Shu o'ng tomonlar Qoratepaga chiqib ketadi, bu yoqqa 3 kuzga qarab chiqib ketilaveradi. Dokumentdan muammo bo'lmaydimi, Zapar aka? Yo'q, muammo. Mana devor akalar, shu agaratni devori uni qo'shiniki, bu yoq o'ziniki. Ichkari kiraylik endi. Yog'lancha bag'lancha qilib. Ertaga YouTube'ga qo'yib qo'yib, men muammo anaqa bo'lmaydi deyman-da. Muammo bo'lmaydi. Mana agarat ko'rsatdim. Mana shu holatda olsanglar ham bo'laveradi. Xohlasanglar shu uygacha, uyni orqasigacha o'lchab olsanglar ham bo'laveradi. Kimga necha sotik kerak bo'lsa, kelishamiz deyapti. 8 sotik avvalda joy bor, mayda agaratda. Ashuni hisobini qilib olinaveradi. Dokumentni qanaqa qilamiz endi? Dokumentni qilib berasizmi, cho'tka qilib? Dokumentdan muammo bo'lmaydi. Hamma yo'q bo'ladi. Bu dokumenti bor bu yerda. Dokumenti bor akalar. Bor deyapti, yana kelib mana nomer qo'yib ketaman. O'zim nomerini ekranga telefon qilib obunachilar bemalol so'rab, aloqaga chiqib ma'lumotlar olasizlar yana. Chiroyli qilib, dogovor qilib, kelib ko'rib, joylarni ko'rib, manzillarni sizlarga tashab beradi. Yana aytdim, Andijon viloyati, eski nomi Bo'ston tumani, Mustaqil 15 yilligi MFSida akalar, Katta yo'l ko'chasi, adresgacha aytyapman. Kelib, ko'rib, uyda. Nomer ekrandagi nomerga aloqaga chiqasizlar. Sizlarga yana ma'lumotlar beradi. 2,5 ming sotiga kami bor ekan akalar, ozgina kamaytirib beraman deyapti sotigini. Agar ko'proq pullar yetsa, ko'proq qilib olaverasizlar. Dokumentdan muammo bo'lmaydi aka. Yo'q, dokument qilib. Zakoniy bo'ladi, xudo xolasa. Mana akalar, narxlarni ham bildinglar. Qolgan ma'lumotlarni shu ekrandagi nomerga aloqaga chiqib, bemalol aloqaga chiqib, telefonlashib, adreslar ko'rib, kelib savdoni qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha bundan keyin ham chiroyli videolar chiqaramiz. Telegram gruppamizga o'tib Bo'ston chorva deb qo'yganmiz nomini. Kommentariyaga yozib qoldiramiz akalar. Lichkasini qoldiramiz kommentariyaga. Xudo xolasa o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.